Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlarimiz. Bugun 2025-yil 17-oktyabrmi? 18-oktyabr. Mana bu Automen degan Momobio kompaniyasining karami, chumchi karami. Shu 20 sutlik joyga ekkan. Hozir men hosili bu 3,5-4 kilogacha bo'ladi. Bu qachon ekdingiz buni? Necha kunlar bo'ldi? Buni bizdan 75 kundan bo'ldi. 75 kun bo'ldi. 75 kunlik holati, xudo xolasa dushanba kuni Iyulda oxiri ekilganda. iyul oxiri. Urug'dan ekilgan ha bu. Buni mehnat qanday bo'ldi? Dehqonlarimizga qisqacha gapiring. Og'irmi, ko'pchilik? Mehnat kam, xarajati ham kam. Ha? Bitta mana shu 20 sutda 2 milliondan oshiqroq xarajat ketgan. 20 sutda 2 million xarajat Umumiy ketdi. chopig'i, urug'i, obrobotkasi. Bunga dori sepib turgansiz ha? Mana shirinchasiga ha? Necha marta dori sepdingiz shu paytgacha? Bunga har 10 kunga sevib turgan ma'qulroq. Har 10 kunda. Yumshoq bo'lgani uchun tez tushadi. Qiymat tez qo'yadi. Hozirgi shu kunga necha pul deyishyapti buni kilosini? Har dorilar kelib ketdimi? Kilosi bozor narxi kecha kunduzdagi 3000 so'm. Bu toshkaramlar bilan buni agrotexnikasiga farqi qanaqa? Gulkaram ekkansiz u tarafga. Farq qanday bo'ldi? Ko'p mehnat talab qiladimi yo kamroqmi? Suv namligi qanday bo'lishi kerak? Namlik unaqa ko'p ko'tarmaydi. Namlik chirib qoladi. Ko'p nam bo'lsa chirib qoladi, ha? O'zi arasida bor, bitta yarim shunaqa namni ko'payib ketgan, u yerda ko'p. Zaganingda birinchi yil ekishimiz. Birinchi yil ekyapsiz. Birinchi yil mumkin. Dehqonlarga tavsiya qilamizmi? Xarajati kam narsa. Xarajati kam. Xarajati kam narsa. Shu menga ma'qul bo'ldi. Buni taroziga tortib ko'rdingizmi birontasini? Mana shu hozir bir 2,5 kilolar keladi-da. 2,5 kilo keladi, ha? Yana tursa yana kattaroq. 3 3 kilodan bo'lsa ham hozir 3000 so'mdan bo'lsa 9000 so'm bo'lar ekan bitta karamiz. 9000 so'm bo'lar ekan. Mana hozirgi holati yana qanaqa savol javoblar bo'lsa bizga yozib qoldirasiz. Bizlar hozir hududimiz Samarqand viloyati Tayloq tumani Bog'zog'on mahallasi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat.